Faollashtirish. O'qish haqiqatan ham foydali ekan. Voy xudoyim, men qo'rqib ketdim. Buva akademiyasi ikkala muqaddas mazhabning shogirdlaridir. Yaqinda tur joy. Agar tasodifan kirib xafa qilishga jur'at etsang, Feylingga o'xshab uning taqdiri ham xuddi shunday edi. Ha. Qaysi aql bilan bunaqa qilding? Hali ham tirik qolding. Shunga shukr qil. Shunchaki o'z ishingni bajar. Tamom, omadsiz. Bir narsaga ham yaramaysan. Yaxshisi bu yerdan ket. U 3 yil yashadi. Nihoyat keldi. Tizim bolasi. Chiqib yuzingni ko'rsat. Intellektual o'stirish tizimi. Biz sizga xizmat qilishga tayyormiz. Bir tugma bilan yangilanish tizimi. Ko'tarilish orzuyingizga erishing. Tabriklaymiz mezbon. Bugundan boshlab o'stirish yo'liga qadam bosdik. Tizim 10 kun ichida poydevor qilishni maqsad qiladi. 100 kunlik oltin tablet, 10 yillik ko'tarilish. Agar bu maqsadni sen qo'ymagan bo'lsang, buni senga kim o'rgatgan? Ruh yildizlari shikastlangan befoyda odam va kim seni jazoingga rozi bo'ldi? Mezbon tashvishlanadigan narsa yo'q. Tizim allaqachon bog'lanishni standart qilib qo'ygan. Iltimos rozi bo'lsangiz ko'takchani belgilang. Ma'qullaganingiz uchun rahmat. Men siz uchun